Bu aktrisaning fe'l-atvori uning karyerasini buzib, ko'p yillar davomida butunlay unutilishga mahkum etdi. Mamta Kulkarni o'z karyerasi davomida bir nechta janjallarga aralashgan. U hind aktrisalar Shridevi va Rekhani kosmetik go'zallar deb atagan. U shuningdek Salmon Xon va Shohrux Xonni Karan va Arjun filmidagi rollarini noto'g'ri ijro etganliklari uchun tanqid qilgan. Biroq uning fe'l-atvori Mavrikida yorqin namoyon bo'lgan. O'sha paytlar Amisha Patel Sevishingni ayt filmi chiqqanidan keyin mashhurlikka erishayotgan edi. Mamta Kulkarni va Misha Patel Mavrikidagi umumiy do'stlarining bazmida uchrashishdi. Ovqat tortilgunga qadar hammasi a'lo darajada edi. O'sha paytga kelib o'zini katta yulduz deb hisoblagan Mamta Kulkarni ofitsiant va oshxona xodimlariga ovqat sifati uchun dakki beradi. Buni ko'rib Amisha Mamtaning ijtimoiy etiketga ega emasligiga ishora qildi. Mojaro yanada kuchaydi. Mamta Kulkarni o'sha payti katta yulduz ekanligini ta'kidlaydi. Bu voqeani yillar o'tib eslab, Amisha Patel o'sha ziyofatda Mamtaning xodimlarga nisbatan shikoyatlari va tazyiqlar ichida bo'lmas darajada ekanligini ta'kidladi. Mamta Kulkarnining kinodagi karyerasi uzoqqa cho'zilmadi. Kinorejissyorlardan biri bilan ziddiyatdan so'ng filmlarda suratga tushish takliflari asta-sekin yo'qqa chiqa boshladi. Shundan so'ng Mamta jiddiy ayblovlarga duch keldi. Ammo bu butunlay boshqa voqea. Hozirda Mamta Kulkarni ma'naviy rivojlanishga kirishib, rohiba bo'lgani ta'kidlanmoqda.